nonni berardingiz. O'zi ikkita nonni yeyishga hech narsamiz yo'q edi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ikkita non berib tursangiz, pulini ertaga berardim, maylimi? Xo'p. Mana. Rahmat. Ol bolam. Assalomu alaykum qo'shni. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlar? Ukam, menga ham ikkita noningdan berib. Aka. Hozir 1 soatda bo'ladi. Oxirgisini bularga berdim. Voy, bu uyda mehmon bor edi. Mana, biz olgan non oling. Yo'q, o'zingizga ham zarurdir. Sizga zarurroq ekan, olavering, biz kutib turamiz. Rahmat kattakon. O'z bularga berib yuborarsan uka? Xo'p. Men nonni berardingiz. O'zi ikkita nonni yeyishga hech narsamiz yo'q edi. O'g'lim, qo'shnimizga non zarurroq ekan, uyga mehmon kelib qopti. Biz kutib turamiz, xo'p? Xo'p. O'g'lim, bolam, Moyib. qara, qo'shni bizga nimalar olib chiqibdi. Rostami? Keyin yeb olasan. Qara, somsa, kolbasa, shirinliklar, qaymoq ham bor. Azurkoyi. Ko'rdingmi bolam? Yaxshilikni javobi doim yaxshilik bilan bo'ladi. Sanim katta bo'lsang, shunaqa ehson qiladigan odam bo'lgin. Xo'p.